Hozirgi kunda ustalar qilgan ishiga haqqini ololmasa, o'sha qilgan ishini buzib ketishi trend bo'lib ketdi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda qo'rqmasdan qilgan ishiga haqqini ololmadi va mana bizni buzib ketyapmiz deb ochiq-oydin ko'rsatishyapti. O'zingdan ketib o'rmayadi. Ustida buyurmay o'ynatib yuravergan. Amen. Qachongacha nima qilasizlar ustalarga? Biza travertinlarni, kafillarni, oyna-romlarni, eshiklarni, даже suvoqlarni ko'chirgan holatlarni ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, lekin bitta narsasi bor, bu meni ustalarga juda katta e'tirozim bor. Sizlar mehnat qilganingizga yarasha pulinglarni ololmadinglarmi, lekin sizlar qilgan ishinglarni, ya'ni o'sha materialni buzib ketishga umuman haqqingiz yo'q. Sababi, sizlar uy egasiga nima deb ertasiga meni haqqimni bermaganing uchun men shu narsani buzib ketdim, lekin bitta narsani yaxshilab e'tiborga olinglar. Sizlar shu, mana misol uchun mana shu g'ishni terdim men, uy egasi meni pulimni bermadi, men shu g'ishni buzib ketdim. Meni eng katta xatoyim mana shu bo'ladi. Sababi, men shu g'ishni terganimga haq olmadim, lekin bu g'ishni uy egasi o'zini yonidan o'zini puliga olib kelgan. Ertaga sudga murojaat qilasizlar, sud mayli, sizlarning haqqinglarni olib berar, lekin bitta narsa bor. Kontr atvet degan narsa bor. Ruscha qilib aytadigan bo'lsa, sizlarga o'sha uy egasi kontr atvet qilishi mumkin. Nimaga? Bo'pti, men ustani pulini beraman, lekin men buni joyiga qo'yib ketsin deydi. Sizlar bunga yana ortiqcha rasxod qilasizlarmi? Hattoki mana hozirgi kunda o'sha travertin mahsulotlari ham juda qimmat bo'lyapti. Bitta xonadonni ko'rdik, to'liqligicha travertin qilingan, haqqini olmagan, o'sha uyga to'liq travertinni buzib tashashdi. Ertaga sizlar sudga berdinglar, mayli, masalan, ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqdinglar. U uy egasi sen meni xonadonimni ko'rsatganing uchun ham sizlarga katta shtraf yoziladi. Undan tashqari, sudlashgan taqdiringizda ham sizlar o'zingizlarning haqqinglarni olgan taqdiringizda ham bo'ldi, mana men ustani haqqini berdim, endi menga travertinimni joyiga qo'yib ketsin desa, sizlar olgan haqqingizlardan 3 barobar qimmatga shuni qo'yasizlar. Mayli, uy egasi pulinglarni beramadimi? Allohga tavakkal, keyingi imoratga, keyingi obyektga, keyingi ishga Xudoga tavakkal deb chiqib ketinglar. Menda ham bu holat bo'ldi. Mana o'tgan yil bitta katta imoratni qurdik. Ustalarimiz yaxshi hamki ustalarimiz haqqini berdi, meni haqqimni ketmadi. Bu yerda kichkina summa haqida ketmayapti. Men ham o'sha yerda nima dedim? Gap yo'q dedim, men roziman dedim. Qilgan mehnatimga ham, ketgan energiyamga ham hammaga rozi, o'sha uy egasiga ham roziman dedim. Sababini aytaman. Ertaga biza javob beradigan joylarimiz bor. O'sha javob beradigan joylarimiz o'zimiz qanaqa o'tamiz undan. O'shani hisobiga men mayli, men roziman deb chiqib ketdim, lekin bu yil o'shanaqa imoratdan Alloh bizga 10 tadan oshig'ini berdi. Ya'ni biza hamma qilayotgan ishimizda bu Allohga tavakkal qilinayotgan ishlar. Sababi, mehnatingizni berdingizmi? Agar siz mehnatingizni, yana bitta aybinglar bor bu yerda. Ikkinchi aybinglar, sizlar mana shu imoratda o'sha aytganimda travertinni to'liqligicha buzgan. Nahotki sizlar o'sha imoratni to'liqligicha travertinni bitirib bo'lgandan keyin pulini olmoqchi bo'ldinglar. Nimaga etap olmadinglar? Mana misol uchun o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam, bitta imoratda gaplashdik, loyihasini qildikmi? Loyihasi tayyor bo'lgandan keyin men hech qachon u loyihani uy egasiga bermayman. Sababi, kelishilgan loyihani summasini stol ustiga qo'yib qo'ying deyman. Stol ustiga qo'yilgan summani cho'nchagimga solganimdan keyin men loyihani topshiraman. Xuddi shunaqa imorat ham qurilyapti. Biza shunaqa dogovor qilamiz. Podvolni bitiraman, ustalarimning haqqini ham, meni haqqimni ham to'liq olaman, o'zimning haqqimni. Ya'ni etap. Bu yerda sizlar kelyapsizlar, buzib ketyapsizlar-da, endi o'zingizlar savol beringlar. Birinchidan, qilgan mehnatingizga achinmaysizlarmi? Bu bir. Ertaga uy egasi sizlarni kontr atvet qilib sudga beradigan bo'lsa, o'sha narsani vastanavit qilib berasizlar. Majbur qiladi davlat sizlarni. Sud ertaga qaror chiqarib beradi. Bo'ldi, buni haqqini berasan, lekin ketgan xarajatni, ya'ni sindirgan ishinglarni pulini to'laysizlar yoki xuddi shu narsani olib berasizlar. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, nahotki qilgan ishlarni etap pulini olmagansizlar. Bu yerda sizlarning ham katta aybinglar bor. Sizlar keldinglarmi? Mayli, men misol uchun keldim, deylik 1 metr g'isht terdim. 1 metr tergan uy egasiga aytaman, "Aka, mana 1000 ta g'isht terdim. Kelishilgan summamni, ya'ni men shu 1000 ta donasiga nech puldan teryapman? O'sha pulni bering" deyman. O'sha pulni beradi uy egasi. Sababi, sizlar qilyapsizlar shu ishni. Yo'q, sizlar to'liqligicha bitta imoratni qurib qo'yyapsizlar yoki travertinini qilib qo'yyapsizlar yoki fontanini qilyapsizlar-da, pulinglarni olamadinglar, bizib ketyapsizlar. Bu albatta noto'g'ri ish. Bu sizlarga ertaga o'zingizlarga, misol uchun, yomon oqibatlarga olib kelishi eng kattasi mana shu bo'ladi. Sababi, uy egasi haqqinglarni bersa, ertaga sizlarni sudga beradigan bo'lsa, sizlar buni joyiga to'g'rilab qo'yasizlar. Bu aniq. Biz shu narsani ham ko'rdik. O'shaning uchun har doim men aytib o'taman, bizda do'g'ri qilayotganimizdan to'g'ri, bizda qog'ozli do'g'rilar yo'q. Ya'ni yuridik tomonlama shu notariusdan o'tilgan, mamlaqa etapda mamlaqa pul beraman yoki mamlaqa kelishdi degan xat hujjati yo'q. Hammasi bay oldi sotdi. Ya'ni bizda to'g'ri qilayotganimizda peshonamizda, ya'ni erkak kishining peshonasiga erkak deb tamg'a bosib
osilgan. Bizning gapimiz gap bo'lishi kerak. Bo'ldi. Etap podvolni bitirdimmi, haqqimni oldim. Birinchi qavatni bitirdimmi, haqqimni oldim. Ikkini bitirdimmi, haqqimni oldim. Ya'ni har bitta etapda o'zimni haqqimni olib ketaman. Menga ham yaxshi bitta to'liqligicha imoratni boshidan oxirigacha qursangizda, oxirida bitta qilib summani olsangiz, to'g'ri. Uyi egasi u summani bermasligi ham mumkin yoki berayotganda ozgina erinib yoki iymanib berishi mumkin. Chunki pul jigardan bo'lgan deydi. Bu bekorga emas. O'shaning uchun ham shunaqa holatlarga duch kelmaslik uchun ham qaysidir etapni bitirdinglarmi, uy egasiga palonchaga mana pulimni bering. Avans sifatida ozginasini. Keyingi etap qildinglarmi, yana avans oling. Yo'q, to'liqligicha qildinglar, uy egasi pulni bermadi, hamma yoni buzib ketdinglar. Bu albatta noto'g'ri narsa va bu narsani ya'ni qilayotgan xunu ishinglarni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqishinglar bu juda ham katta xato bo'ladi va noto'g'ri qilyapsizlar. Mayli, shuni bitirdinglar, uy egasi haqqinglarni bermadimi? Ertaga shu yerdan o'tganda, mana shu yerda meni haqqim qolib ketgandi, lekin haqqim ham qanaqa qolib ketgan? Chiroyli imorat, chiroyli fontan, chiroyli o'sha travertinglarni qilgansizlar, mayli tom yopgansizlar, nima ish qilgan bo'lsanglar ham dilinglar baribir o'sha yerda ozgina qolgan. Chunki sizlar o'sha yerda halol mehnat qilgansizlar. Ana o'sha halol mehnatinglarni natijasini ko'rib ham Allohga tavakkal duo qilib o'tib ketinglar, bo'ldi. O'sha xonadon egasiga, ya'ni meni haqqimni bermagan xonadon egasiga o'zing kifoya qilgan deb aytib o'tib ketinglar, bo'ldi. Alloh sizlarga ertaga uni 10 barobar ajrini beradi. Chunki bu narsa fanda isbot qilingan, mana hayotda ham ko'rib kelamiz. Bitta narsadan kechdingizmi, Alloh 10tasini bermaguncha sizlarni tinch qo'ymaydi. Mana o'shaning uchun ham yana bir marta aytaman, o'tgan yil bizda shunaqa holat bo'lgandan keyin bu yil Alloh mayli mendan nima qilar ekan dedi. Biz o'sha yoqqa rozi bo'lib chiqib ketdik. Bu yil o'shandan 10dan ortig'ini bizga berdi. Shuning uchun men ustilarga aytmoqchi bo'lganim, birinchi o'rinda nima ish qilishinglardan qat'iy nazar xonadon egasi bilan bay oldi sotdi. Ya'ni og'zaki bo'lsa ham gaplashib olinglar. Qaysidir etap qilaman, pulimni olaman. Yoki bo'lmasam qaysidir etap qildinglarmi, pulinglarni olinglar. To'liqligicha bitirib yoki qanaqadir etapda, misol uchun hamma narsani hal qilib bo'lgandan keyin pulinglarni bermagandan keyin mamlaqa holatda uyga buzib ketib, teng bo'li ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib olsalarmi, bu sizlarning juda ko'p xatoinglar bo'ladi va bu ertaga sizlarga minusga o'ynashi aniq. Rahmat, baraka topib chiqib ketinglar, Alloh undan 10 barobarini beradi. Shuning uchun oxirgi gapim, bitta imoratni qurishdan oldin yoki nima mehnat qilishinglardan qat'iy nazar gaplashib olinglar, etap har bitta jarayonni ma'lum miqdor bitirganinglardan keyin uy egasidan avans sifatida haqqinglarni olishni ham esdan chiqarmanglar. Yaxshi kunda yaxshi imoratlar qurish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.